bugun ko'rib chiqqan strategiyamiz cycle 360 daraja. Ya'ni cycle 360 degree. Xo'p, bu strategiyada har bir time frame'ni o'zini maxsus raqamlari bo'ladi. Misol uchun daily da 36, h4 da 60, h1 da 15, m15 da 3.75 va m5 da 1.25. Bu graduslar time frame'dagi maksimum va minimumlarga ko'paytiriladigan raqamlar. Xo'p, buni bozorda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizga high bilan low'da raqam kerak bo'ladi. Ya'ni high va low'da raqamlari bizga kattaliklarni biz buncha kutib qolamiz yoki hisoblab qo'ysak ham bo'lardi ekan. Oy, qayoqqa ketdi endi? Sal tezlashtirib oldik. Internetimizda sal muammo bor. Bizga high bilan low'da raqami kerak bo'ladi. Hop. Buni o'chirdik. Bizga high'imizni low'da narx kerak bo'ladi. High'imiz bizda 4801, low'imiz 4553. Buni yozib olamiz. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. 4801, 4801 ko'paytiramiz. H1 da bo'lganligimiz uchun 15 ga bizda javob kalkulyator ochamiz. 4800